Qaysi biri siz uchun qadrliroq? Shikolat sahnasi yoki multfilmdagi kulgu sahnasi? Endi menga ko'proq multfilm yoqadi-yu, endi qolganlarni anaqasidan kelib chiqsam shikolat. Ha, demak mashhurlik shikolat emas. Mashhurlik emas-u, hammani ko'ngliga birdek yoqqani shikolat bo'lgan. Ani oshtolmabdi degan odam bo'lmagan. Hammaga birdek yoqqan u shikolat nomer. O'zi hayotingizdan olingan ekan-da. Ya bol. Bolada endi yegisi keladi. Uni ustiga tarbiyani ham yorib yuborgan suv berishi. Hayotimdan olingan mani ideyam emas u. Yo'q-a? Ha, u qivizi Qoraqalpog'istonlik komanda bor edi. Ularning ideyasi Jayxunmi, Turonmi? Qaysi biri? yo Turon Jayxun emas, va shu boshqasi. Boshqa bizani Bravoda Qoraqalpog'istonlik bitta yigit bo'lardi, Muhammad Ali degan. O'sha bola taklif qilgan. Tolib Muhammad Ali aytgan, "Mana shunaqa nomer bor, sizga yarashadi." Shuni ham qilaylik. Endi QVZda ani kichkina o'sha yerda o'zida tadbirda chiqqanda u nomer ommaga chiqmagan. O'shanga bo'ldi, davay qo'yamiz deb men u kutmagandim. Men bunaqa bo'lib ketishini u nomeri. Shanaqa bo'lib ketib qolganda. Odamni sharmanda qilding o'g'lim. Shikolat, banan desan, tort degan tort. Qani, aytchi? Tort. Yo, ijro bilan. Endi hammani bolasi shunaqa bo'ladi deb, yosh bola borki, shikolat deb yig'laydi deb, baribir. Menga shu tushgani o'zim har qayerda shunaqa bo'lganman. Haligacha shikolat juda ko'p yeyman. Qanaqa shikolat bo'lsa, bo'yini et beraman, mana bunaqa shikolat deb. O'shanga ham o'zim ham maza qilib o'ynaganman, yoshligim eslab. O'shanga ham odamlarga yoqqan bo'lsa kerak.